Usta akalar uchun maxsus taklif bo'ladi akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Vesmo kompaniyasiga tegishli galovkalarni ko'rib turibsizlar. Mana galovkalarimizni o'zini gnezdosi, bilasizlar akalar, cho'kib ketib qoladi. Hozir bunga keramik original gnezdolar qo'yilgan. Mana shu apparatimizda gnezdoni chaqlab, to'g'rilab berishadi. Farqini hozir videoni oxirigacha tomosha qilsalaring ko'rasizlar. Hurmatli xaridorlar, mana o'zlaring guvoh bo'lishlaring mumkin. Gnezdolarimizni, bu keramik gnezdolar mana tillada qangi bo'lib yaltirab chiqdi. Bunisi o'zini zavodiga gnezdosi bo'ladi. Xo'p, endi bunga akalar koreyskiy klapanlarimizni qo'yib, tayyor holatga olib kelamiz. Xo'p, mana bunga tayyor holatga olib keldik. Klapanlarimizni ko'rishlaring mumkin. Vesmo galovkamizga koreyskiy klapanlar qo'yildi va undan tashqari keramik gnezdolar ham qo'yildi. Mana tayyor holatga keldi. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar.